hojidan qaytib borganimizdan keyin yanada qattiqroq yurtga, vatanga, oilaga xizmat qiladigan bo'lishimiz kerak. Bir xilgisi hatto qilib turgan kasbidan yuz o'girib qo'yapti. Shifokor bo'lsa bir opamiz borgandan keyin bo'ldi, endi men hoji bo'ldim, shifokorlik qilmayman. Qaytib borgandan keyin bo'ldi, endi men muallimalik qilmayman. Yo'q azizlar, hoji bo'ldi degani bu tarki dunyo qildi degani emas, aksincha bo'lish kerak. Mana shu joyda o'tirganlarga bitta gap aytaman men, hammalarimizga. Agar bugun siz qaysidir bir hunarni, qaysidir bir kasbni, qaysidir bir ishni qilib shu yergacha kelgan ekansiz, o'sha kasbingiz uchun sadoqatingizni kuchaytirish kerak. Siz shuni orqasidan keldingiz. Shu kasbingiz orqali sabab qildi Alloh taolo. Shu kasbimiz sabab rizqlandikda Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, Alloh senga bir hunar, bir kasb bergan bo'lsa, o'shindan rizqlanib turgan bo'lsang, Alloh seni undan olib qo'ymaguncha o'sha kasbni almashtirma deganlar. Shunda turish kerak. Endi borgandan keyin aksincha bo'lish kerak. Yana ham kuchliroq o'shini o'zini kasbiga muhabbat qilish kerak. Men shu sabab pul topdim, dunyo topdim va shu ishim orqali men Ka'batullohni ko'rdim deyish kerak. U narsani o'zgartiraman, u qilaman deyishlik islomda yo'q azizlar. Shuning uchun eng birinchi mana bu narsani qilishligimiz kerak. Haqiqiy hojining xislatlari deganda, haqiqiy hoji bu ixlosli, tavozili, kamtar bo'ladi. Haqiqiy hoji bu yurtini, millatini, urfini, odatini ardoqlaydi. Haqiqiy hoji isrofchi bo'lmaydi, sir ehson bo'ladi, kambag'al parvar bo'ladi. Haqiqiy hoji ilmsiz fatvo berishdan qochadi, ilmga murojaat qildiradi. Haqiqiy hoji xalq ichida xizmatda bo'ladi, ibrat bo'ladi. Haqiqiy hoji yurti va millatiga muhabbat qiladi azizlar. Mana shunday bo'lishga tayyor bo'lib turishimiz kerak. Inshaalloh bu juda oson.